Shu zabor içinde 7 sotikdan ziyodroq yurtini bor ekan, joyonni, gaz boyidan, svet suv boyidan, ya'ni o'zimizning Xazaras sentrine 1 kilometr turadi, uzoqi. Ataliq prezine 1 kilometr ham turmaydi даже. Xuddi shu yerda yana keling siz ko'rsatib beraman. Yana yurtini uzun ketgan vargan, yapıskası 7 sotikdan ziyod shu plashatga gömilgan yurtinisi bilan satilajak bo'lib turibdi. Assalomu alaykum, bormisizlar? Musofirdagilar, u yondagilar. Mana shu videoni boshida shu like bosib berib ko'radigan insonlar boringizga shukr. Sizlar uchun Xudo xolasa harakat etamiz. Hozir ham shu bosib qo'yasizlar, Xudo xolasa kanal reytingini yana bitta ko'taramiz. Va sizlar uchun shuni joylari qo'yaraman. Yurtimni kerak, chertojini o'zim tuzib salaman, o'zimning planlarim bor deydigan insonlar. Yana Xudo xolasa sizlarga Xazaras tumani Ataliqdan 38-son maktabi bilasizlar. Ataliqda o'zi bir dona maktab bor. Shu maktabning yo'lida hozir men xunam aytib o'taman. Eng muhimi hozir buni ham sizlar ham mana buni polnosda obzor etib beraman qo'ldan kelganicha. Sizlar yo'li yurib olinglar. Men shu Ataliq prezidendan olib keldim. Ya'ni sentri ichi bilan birgalikda Malika Morojniyandan like bosib ko'rishda davom etinglar. Yo'li yuring, undan keyin davom etamiz. Qadrdonlarim, qaranglar, xuddi shu yo'ldan girdingizlar. Yo'la, grita ishidan tutib yo'la 50 metr turadi. Xuddi shu zabor ichi, shlaka bloki ichi sho'llar sotiladi. Bundan tashqari maktabga qaranglar. Mana yigitlar turibdi 100 metr. Hisob kitob etada bo'lsak 100 metrdan keyin o'ng qo'lda 38-son maktab turibdi. Ya'ni Ataliq maktabi bu. Bu yerga akarsuv kiradi ekan. Akarsuv keladi. Bemalol bu vodoproddan emas, ishi to'rvadan yana kiradi ekan, to'g'ri akarsuv bog'a kiradi. Endi aytib o'tsakim, giramiz hozir ichona. Gaz bor lekin, bemalol gaz bor. Gazning narsasini ko'rsatib bering ana. Yana yerpish, sho'tki shunday joylashgan yana gaz. Bemalol gaz yoqadilar. Bu yerda gaz yo'qolgani yo'q deydilar, xalqadon. Ko'pchilik biladi. Giradi olsakina, xuddi shu bog'i to'ri sotiladi. Pauza bastı. Güzel endi berib diqqat bo'ling. Gap qisqasi yurtinisi bo'lingan. Bemalol kelasizlar. Endi buni bu devordan bu devorlarning masalari razmerini aytaman. Shu devorlarning chetadan o'dan tutib 13.65 sm chiqdi. 13.65 sm. Uzinasini aytadigan bo'lsak 50 metrdan ziyod dedilar uzinasini. Qani planlashtirib ko'rasizlar. Bu yerda men kallama har xil plan keldi. Joy beda salmin To'rroqda yo o'rtada asasanizlar ham menimcha zo'r bo'ladi ekan, haqiqatdan ham. Bog'i ekilib turibdi, qaranglar, atizi ekilib turibdi bemalol. Yine shu paxsani chetini hisob kitob etiladi bu. Bu tarafı ichona girganini qaramaysizlar, paxsani cheti bilan keling isbaqi. Dokumenti muammosi yo'q, dokumenti bemalol kimdir xaritasi odamlar o'tirib beradilar. Muammo yo'q. Shu yıkılıp turgan molxonam xuddi shu joying territoriyasini qaraydi. Oxirgi mesda yana shu paxsana, oxirgi mesda. Shuni dushidan, shu paxsana dushi. Yapsaz shuning gaplar. Bu endi yurtimni bo'lgani uchun men tamom ko'p obzor etib berilmasalari Ataliqda, ya'ni Xazaras tumani Ataliqda joylashgan 38-son maktabga giradigan xudda shuda sentra Lopatib aytganda 1 kilometr turadi. Ataliq prezini o'zini hisob kitob etsak, menimcha 1 kilometr ham chiqmasa kerak. Like bosing, kommentariy yozinglar, ekranda telefon nomeri qo'yaman. Buni endi sizlarga pulini aytish kerak. Sotkini 5000 dan bajakman dedilar, sotkini. Lekin telefon sanza kelishtirib beradilar, xudo xolasa. U deganim endi 7 sotikdan ziyod lekin bu. Lekin 7 sotikka hisob kitob etada bo'lsa 35 000 dollar bo'ladi ekan beri o'zi. Lekin kelishtirib beramishlar. Shuning gaplar. Ekrandagi telefon nomerlariga telefon atinglar, o'zingiz gaplashib bemalol shu yerda
joy solib imorat etib yashashlik nasib etsin. Har xil biznes etsangiz ham bo'laveradi. O'zlaridan biznes loyihalar, bir ikki biznes loyihalar ham shuni chirtojani chizib taxlab qo'ygan ekanlar. Ular ham kelsangizlar ko'rsatadilar sizlar ham. O'zingizni asranglar, bizlarga obuna bo'lib yurishda davom etinglar. Videoni tarqalishina yordam berib berasizlar. Salomat bo'linglar.